Word'da tunji o'rganadigan narsamiz yangidan hujjat qurish, tayyor hujjatni echish yoki biz tahrirlagan hujjatni saqlash qatorliq 3 xil mashg'ulot. Bu yerda biz hujjatni Word'da turib bevosita quramiz, ondan echish shaklininki 2 xil echish shakli bor. Birisi Word'ning ichida turib echish yoki diskadagi hujjatdan bevosita echish. Ondan saqlash. Yani biz hujjatga ism qo'ygan vaqtida diqqat qiladigan bir ish bu hujjatga ism qo'yish shakli. Yani biz ismni cho'qim ism qarab turib buning nima mazmundagi hujjat ekanligini belgilab bo'lg'idek darajada qo'yishimiz kerak. Odatda ko'pincha kishilar AAA, SSS degan o'xshash knopka taqsitni besib bilan yoki qalaymiqan bir qanday hujjatni besib bilan hujjatga ism qo'ydi yoki ko'pincha o'zininki o'zining ismini yozib qo'yadigan ishlar bor. Amaliyotda hujjatning ishidagi mazmun bilan uning hech qanday munosabati yo'q. Bunda bo'lganda keyin hujjatni tepish, izlab tepish nihoyatda qiyinga to'xtaydi. Shunga ism qo'ygan chaqda bu nuqtalarga diqqat qilishimiz kerak. Birisi hujjatning mazmunini belgili bo'lgan ism bo'lishi kerak. Uningdan keyin biz hujjatlarni o'xshamagan vaqtda biz o'xshamagan tahrirlashimiz mumkin. Buningki ilgirki nusxasi bilan keyingi nusxasini belgili bo'lgan bo'lishi kerak. Yani qaysi hujjat kona, qaysi yangi deganga o'xshash. Odatda biz hujjatlarni bir qancha kompyuterda almashtirib ishlatish yoki zapaslash yo'tkash jarayonida bu hujjatimiz bir qancha nusxa bo'lib ketadi. Bu vaqtda biz bu hujjatning qaysi yangi, qaysi kona uqolmay qolamiz. Shunga hujjat har bir qatim o'zgargan vaqtda buningki nashrini belgili bo'lgan bir isim belgini kendiga qo'yib menish kerak. Yoki nashr nomeri yoki chislo deganga o'xshash. Ondan hujjatlarni biz hujjat qisqish qurib ayrim turga ayirib saqlashimiz kerak. Masalan, shaxsiy hujjatlarimiz, xizmat hujjatlari yoki topshiriq hujjatlar deganga o'xshash. Bunda bo'lganda biz buni oson topa olamiz. Bu yerda misol qilingan hujjatningki ism qo'yishiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ba'zi o'xshash ismdagi bir qancha hujjat bor. Masalan, tor kitob ombiri. Buningki nashr nomeri, ya'ni vision degan inglizcha qisqartirilma ma'rif yozilgan, uningdan keyin 01, 02, 03 degan o'xshash nomer qo'yilgan. Bu shunday qolgan vaqtda biz buning nashrini oson uqa olamiz. Ondan bu yerga qaraydigan bo'lsak, asosan bu yerda ism qarab buningki nima mazmundagi hujjat ekanligini tushuna olamiz. Ya'ni biz qisqa yozishni bek talab qilmaymiz hujjatningki ismini. Amal bor tushungudek ism qo'ysak bo'ldi. Odatda 255 harfgacha bo'lgan ismlarni Windows qo'llaydi. Biz 255 harf bilan xilli uzun jumlalarni ifodalay olamiz. Shunga ismni cho'qim tushungudek qo'yish kerak. Hamda biz amaliy mashg'ulot olib borib ko'raylik. Wordni qo'zg'ataylik. Bu yerda chiqqan ko'znakdan biz yangidan hujjat qurmoqchi bo'lsak, bu yerdan tanlab qursak bo'ldi. Ya'ni bo'sh putuk bo'lsa, quruq bir bet ochadi yoki ba'zi tayyor hujjatlarni masalan siziq va yoki ba'zi qilib bor. Masalan, tarjimal deganga o'xshash. Bularni tanlasak bo'ldi. Lekin bu xil tayyor qiliblar bizning Uyg'urchaga to'g'ri mos kelib ketmaydi. Shuni biz odatda ko'pincha quruq bosh putuki bilan yangi hujjat quramiz. Ya'ni bir hujjatimiz qurildi. Ya'ni bu hujjatni qurish shakli. Biz Wordni ochgan holat, ya'ni Word ochiq holatda, ya'ni boshqa yangidan hujjat qurmoqchi bo'lsak, bu yerni hujjat tizimlikini besib, bu yerni yangi deganni tanlaymiz. Qarasak, bayatdan tizimlik chiqadi, bu yerdan tanlasak, yana bir yangi hujjat qurildi. Hozir bizningki qurgan hujjatimiz 2 oldu. Buni xohlagan birini o'chirib bo'ldi. Bu hujjat qurish shakli Wordda. Endi biz hujjat qurgan ekanmiz, uni cho'qim saqlashimiz kerak. Bu biz bir narsalarni yezib
tahrirlab uni saqlamasak bu yo'qolib ketadi. Odatda normal ahvol ostida bir narsa yezib biz taqamoqchi bo'lsak o'rni bizdan so'raydi. Hujjat o'zgartirildi, buni saqlamsa deb biz saqlayman deb buniki ism yozib saqlab bersak bo'ldi. Navoda bir qatim ism qo'ylab bo'lgan bo'lsa, uni qayta ism qo'ymay bevositlam saqlaymiz. Masalan, men buniki azroq o'zgartirish kirgizib qo'yay. Men buniki xat yozdim, men buni taqayman desam, bu hujjat o'zgartirildi, buni saqlamsa yoki saqlamamsa yoki taqvatamsa deb so'raydi. Bu mashg'ulotni bekor qilamsa deb. Men odatda saqlayman desam, buniki hujjatga ism qo'yib berishni talab qildi. Yoki bo'lmasa men bu mashg'ulotni inovasiz qilib turib, o'zim saqlayman desam, bu yerda saqlash knopkasi bor. Yoki bo'lmasa hujjat tizimligini olsak, bu yerda o'xshashsa saqlashma. Qaysilar bo'lsa, o'xshash. Odatda bu tizimlikni besib, hujjatni saqlaydigan o'rinni ko'rsatib bersak bo'ldi. Masalan, kompyuterim deganni bosdim. Undan bu yerda yaqinda mashg'ulot topgan tizimliklar, hujjat qisqartirishlarning tizimligi chiqadi. Yoki men xohlagan bir hujjat qisqartirishni tanlab bersam bo'ldi. Masalan, bu ziyorat qilishni bosdim. Men bu kompyuter deganni tanlab eng boshqa qaytdim. Buning ichidan F-diska. Ben hujjatlarimni odatda shu diskaga saqlayman. Bu yerda bizga tunishib qolgan bu hujjat qisqartirish bor. Buning ichida mashq hujjatlar. Yana bu yerni chekdim. Endi bu yerga hujjatga ism qo'yib berish kerak. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda mening tunji hujjatim degan ismni o'zi avtomatik qo'yibdi. Word odatda qurilgan Word hujjatninki birinchi qurudagi tekstni hujjatning ismi qilib tanlaydi. Men odatda shu ismni qo'ysam bo'ldi yoki bo'lmasa bu yerga boshqa xat yozsam bo'ldi. Sinoq hujjatim. Buni o'xshash ismdan birini qo'yib berdim. Buni saqlayman desam, bu hujjat saqlandi. Buni men disketni ochibmi ko'ra olaman. Masalan, kompyuterni ochdik, F-diska. Bunun içinde Word 2003 kurus, mashq hujjat, sinoq hujjatim. Hozir qurgan hujjat şu. Bu hujjatni saqlash mashg'uloti. Odatda biz hujjatga boshqa o'zgartirish kiritsak, masalan birinchi qur deb yozdim, bu o'zgartirish kirgizildi. Cho'qim buni men saqlab o'tishim kerak. Buni taqashdan ilgari. Bo'lmasa hujjat yo'qolib ketishi mumkin. Ya'ni bizningki keyin tahrirlagan qismimiz saqlanmasligi mumkin. Shunga buni saqlab o'tib, undan keyin taqib olsam bo'ldi. Endi Wordda tayyor hujjatni ochishda ikki xil usul bor. Bunun birisi diskidan bevosita ochish. Masalan, kompyuterni ochdik, F-diska, Word 2013 kurus, mashq hujjatlar. Bunun için qaraydigan bo'lsak, Word hujjatdan ikkisi bor. Yani bu yerdeki sinbelge Word'ning sinbelgisi. Men cho'ngroq ko'rsatib qo'yay. Birisi bayıq yazgan, qurgan sinoq hujjatim degan Word hujjati. Yani birisi men burun yazgan bir maqolninki hujjati. Sinoq uchun qo'yib qo'ygan. Buni odatda biz qo'sh cheksak, Word o'zi eshitadi. Yani bu Word hujjat odatda bevosita kirish altida, yani tahrirlash altida emas, kirish altida ichildi. Buni tahrirlaydigan qilish uchun bu knopkani bossak bo'ldi. Undan keyin biz bu hujjatga nisbatan har xil tahrirlash mashg'ulotlarini ilib bora olamiz. Bu bir xil usul. Yana bir xil usul Word qo'zg'atilgan holatda disketni hujjatni tanlab ochish. Yani masalan Wordni qo'zg'atili. Wordni qo'zg'atdik, bu yerdan boshqa putukni ochish
Bunu tanlasak bo'ldi yoki bo'lmasa yangi bir hujjat qurilgan holatda hujjat tizimlikini besib bu yerdan etishni tanlaymiz. Uningdan keyin diskini tanlaymiz. Kompyuterning ichidan F diska, buning ichidan Word hujjatlari, mashq hujjatlar, buning ichidan xohlagan bir hujjatni Word hujjatini tanlab olsak bo'ldi. Masalan, yana burunqi hujjatni açay, echish. Yana hujjat echildi. Yani biz tayyor hujjat bo'lsa, shu ikki xil usuldan xohlagan biri bilan echib, buni ishlasak bo'ldi. Hujjatni o'qisak yoki tahrirlasak bo'ldi. Bu darsimizni so'zlagan yangi hujjat qurish, saqlash va echish qatorliq mazmunlar bu yerda tugadi.